Assalomu alaykum barchaga. Bu videoda kichkina bolalarda uchraydigan qon tomirdan iborat hosilalar haqida gaplashamiz. Mening ismim Abdukarim Sultanbek, men plastik jarroh bo'laman. Shunaqa bolalardagi hosilalarni lazer yordamida davolash bilan shug'ullanib kelaman. Birinchi, bu eng ko'p uchraydigan turi infantil gemangioma. Bu tug'ilganda bo'lishi mumkin yoki tug'ilgandan keyin birinchi 2-3 oy davomida paydo bo'lishi mumkin. Ko'p odatda yorqin qizil rangi bo'lishi mumkin, lekin masalan bolani yig'laganiga qarab uni rangi yanada qizarishi mumkin yoki qizarishi qaytishi ham mumkin. Bu mayda qon tomirlaridan iborat bo'lgan yaxshi sifatli hosilat. Yaxshi sifatli degani umumiy sog'lig'iga xavfi yo'q degan ma'noni bildiradi. Lekin bu hosilat juda ham katta bo'lsa, yaraga aylanib ketsa yoki ko'z yonida, burun yonida joylashgan bo'lsa, bu qanaqadir muammolarga olib kelishi mumkin. Gemangioma lekin teri ostida qizil rangsiz, faqat shish ko'rinishida bo'lishi ham mumkin yoki malformatsiya degan hosila bilan qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib, ikkinchi hosila turi bu malformatsiya. Malformatsiya ham tomirlardan iborat, lekin bu noodatiy tomirlar paydo bo'lishidan kelib chiqadi. Ya'ni bu tartibsiz joylashgan qon tomirlaridan iborat o'simta hisoblanadi. Tasavvur qiling, xuddi chalkashib ketgan iplardan iborat hosilaga o'xshaydi. Bu ham hayot uchun xavfli emas, lekin masalan burunda yoki quloqqa yaqin joylashgan bo'lsa, bu ularni deformatsiyasi, ya'ni formasi o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun malformatsiyani kichkina paytida davolash maqsadga muvofiq. Gemangiomani ham, malformatsiyani ham lazer yordamida davolasa bo'ladi, lekin malformatsiyani davolash jarayoni sal murakkabroq hisoblanadi. Yana uchinchi turi bu alanga nevusi. Bu tug'ilganda bo'ladi, yorqin qizil rangda bo'ladi va uni razmerlari hech qanaqasiga o'zgarmaydi, lekin qizarishi o'zgarib turishi mumkin. Uni davolash juda ham qiyin yoki umuman mumkin emas. Bu nevusni haligacha rostdan ham ketkazib beradigan lazer apparatlar haligacha yo'q. Yana bir muhim narsa, agarda bu qaysidir hosila ko'z yonida joylashgan bo'lsa, albatta siz farzandingizni ko'z shifokoriga olib borib turib, ko'z ichidagi suyuqlik bosimini tekshirtirishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu hosila ko'z muammolari bilan birgalikda bo'lishi mumkin. Agarda sizga shunaqa muammo bo'yicha konsultatsiya kerak bo'lsa, siz Telegram yoki WhatsApp orqali hosilani rasmini jo'natib turib va farzandingiz haqida ma'lumotni yozib turib, bepul konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Telegram va WhatsAppdagi raqamlar pastda qoldiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog', omon bo'ling.